Assalomu alaykum. Bugun kechki ovqatlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Birinchi mitsilarga albatta yuzimizni yuvgandan keyin mitsilarga bilan tozalaymiz. Mitsilargadan keyin albatta toner ishlatamiz. Dolga ishlatasizlar, chunki flakoni katta va koreyskiy original bo'lgani uchun juda ham zo'r. Yaxshilab surtamiz. Yuzni tiniq qilib, dog'larni va pirishlardan, ya'ni donachalardan, husnbuzarlardan qolgan izlarni yo'qotib beradi. Shunaqa vitamin C ishlataman. Albatta hamma vitaminlarni kechqurun ishlatgan ma'qul. Yuzni tinchlantiradi, yuzimizni yaxshi namlantiradi, vitamin beradi. Albatta ishlatish shart. Kosmetikalarni qayerdan olganligimni kommentariyada belgilab qo'ydim. Agar sizga ham kerak bo'lsa, bemalol profilga murojaat qiling, chunki u yerda hammasi original. Bye.